Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bizni hamkasbimiz Dildara Sulaymanovaning o'g'li biz O'zbekistonda bizni komandamizni tanishiga sababchi shu bolacha. Bu balani zo'r natija oldik inshaalloh. Shu balaning orqasidan o'zbek xalqiga bizni choylarimizni tanishtiryapmiz inshaalloh. Dildara, birikta gapirib qo'ying singiljon. Assalomu alaykum, guruhdoshlar, yaxshimisizlar? Mana men bolam 6 oyligidan boshlab Qattiqroq epilepsiya bo'lgan edi. Shu Smart Rich kompaniyasini choy, kofelarni ichirib 2 yilda biza juda ham zo'r natija oldik. Bir kunda 11 marta sudurgi berardi, hozir 1 oyda 1 beradi. Bermaydi emas, lekin 1 marta beradi, lekin o'zini eplab oldi, anchagina gaplari oldin eshitmasdi ham, gapirmasdi ham, kulmasdi ham. Hamma narsaga e'tiborli bo'lib qoldi hozir, hamma narsani aytadigan bo'lib, ovozi chiqib, gapirishni boshladi, xudo xolasa. Va ovqatni o'zi yeb boshladi. Eng zo'r narsa ovqat o'zi yeb boshladi. Oldin og'ziga olib borishni bilmas edi ovqatlarni. Qo'lida ushlab og'ziga olib borishni bilmas edi. Hozir o'zi ovqat yeyishni boshladi. Oyoq kiyimlarini yechishni boshladi. Yechishni ham bilmas edi, kiyishni ham bilmas edi. Kiy desak kiyadi, yech desak yechadi. Juda ham zo'r. Aqli rivojlanib ketyapti. Aqli ancha rivojlandi, oldingidan ko'ra juda ham yaxshi. Zo'r. Bizi mahsulotlarimizni ichingizlar, chunki hamma davlatlarda mana biz Qirg'izistondan keldik. Qirg'iziston, O'zbekiston bizni xalqimizda zurriyatlar sog'lom bo'lsin. Shuning uchun mana tabiiy choylarni ichib, organizmni tozalab, vitaminlar bilan to'ldirib, sog'lom bo'lingizlar. Biz bilan birgalikda.